Bu deyarli ishonib bo'lmaydigan holat. Qush minglab chumolilarning butun tanasi bo'ylab o'rmalashiga yo'l qo'yib, qil etmay turibdi. Bir qarashda g'alati ko'ringan bu manzara aslida hayratlanarli omon qolish strategiyasini yashiradi. Bizning tasavvurimizda chumolilar va qushlar tabiiy dushman bo'lishi kerak. Chumolilar ko'pincha kattalar yo'qligida qush uyalariga bostirib kirishadi, ammo bu qush buning aksini qilmoqda. U ataylab chumolilar uyasiga yaqinlashdi va ularni g'ashini keltirish uchun qayta-qayta qanot qoqdi. G'azablangan chumolilar tashqariga yopirilib chiqib, qushning patlari bo'ylab tarqaldi. Qushga aynan shu narsa kerak. Chumolilar chumoli kislotasini chiqaradi. Bu tabiiy modda patlarni tozalaydi va qushning tanasida yashaydigan parazitlarni o'ldiradi. Qush uchun bu azob emas, balki bepul va mukammal tana muolajasidir. Ish bitganini sezgach, qush patlarini bir silkitib qo'ydi-da uchib ketdi. Vaqt o'tishi bilan ko'proq qushlar bu usulni o'rganmoqda. G'alati bo'lib tuyulgan bu xatti-harakat aslida tabiat olamidagi hamkorlik va donolikning yorqin namunasidir.